Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va Cherry Ademaster Qarshi avtosalonining obunachilari. Bugun sizlarga Tiggo 7 Pro avtomobilimizni qisqacha obzori va to'lov usullari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, ko'rib turibsiz, Tiggo 7 Pro avtomobilimizda hozirda juda ajoyib, ya'ni talab kuchli ranglar yetib keldi. Mashinamizda ko'rib turibsiz, taylari ham ancha baland bo'ladi, komfort jihati bo'yicha ancha yaxshiroq. Xo'p, motorlari bo'yicha birinchi boshlaymiz. So'z boshida motorimiz 1.5 turbina, 140 ot kuchiga ega 4 porshinli bo'ladi. Shahar ichiga 8 ta, dalni yo'lda 5 tagacha rasxod qiladi. 5 yil 150 ming kilometr garantiyasi ham bor. 5 yil 150 ming kilometr garantiyani ichida sizlarga mutlaqo bepul bo'ladi texnik ko'rigimiz, ya'ni servis xizmatimiz. Keling, ishlarini ko'rishingiz mumkin. İchlarimiz ekoko'ja bilan qoplangan zinalar, panorama tom, polni. Rullarimiz esa elektronli bo'ladi. Rushnoylarimizgacha elektronli bo'ladi. Ikki xil rejimda yuradi. Ya'ni eko sportda. Sportga qo'ysangiz, vobshe maza qilib haydaysiz. Konditsionerlarimiz klimat kontrolda bo'ladi. Ya'ni passajir tomonga issig'ini qo'yib, shofer tomonga sovug'ini qo'ysangiz, ham passajirga ham shofer tomonga bir tomonga issiq bersa, bir tomonga sovuq beradi. Polni klimat kontrolda bo'ladi, ya'ni dozonli. Ichlari ancha katta bo'ladi. Orqalari ham ancha katta. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari orqa deflektordan issiqlik, sovuqlik haydaydi. 3 kishi bemalol joylashadi. Orqa stinalarimiizgacha ekoko'ja bilan qoplangan bo'ladi. Taylari ancha baland, balon razmerlariga keladigan bo'lsa, xo'p, 18 razmerda bo'ladi, podyomi 60 ta bo'ladi. Ya'ni mashinani olgandan keyin balonni almashtirishda kerak yo'q. O'zini balonda miyaq yurasiz. Xo'p, ko'rib turibsiz, bagajlari elektronli ochiladi. Bagajlari ancha katta. Propanlarni mana shu yerga bemalol uстановка qilsangiz bo'ladi. Domkrati, ключи, hamma narsasi o'zida bo'ladi mashinani. Undan tashqari ham men sidinalarini yotqizadigan bo'lsangiz ancha katta bo'ladi. Hozir ko'rsatib beraman. Mana bu sidinalar bu ham yotadi. Yotgandan keyin ichlari ancha katta bo'ladi. Bemalol hamma narsani joylashtirib bo'ladi mashinaga. Undan tashqari mashinamiz orqa bagajlarini yopilishi ham elektronli bo'ladi. Bo'lsangiz, o'zi avtomatik tarzda yopiladi. 90 gradusli zavodskoy kameralari bor va undan tashqari orqa paktronik datchiklari bilan birga mashinani orqaga haydasangiz, mashinamiz polni sizni ogohlantirib turadi. Ya'ni temir teyishidan, tosh teyishidan, ya'ni orqaga qislinch yo'llar bo'lsa ham parkovka qilishda qiynalib qolmaysiz. Orqalarini yana bir marta ko'rsatib o'ting. Hurmatli obunachilar, mashinamiz beskluchovoy dastur bo'ladi, ya'ni sensorli bo'ladi. Bularda ko'rishingiz mumkin. Pult bilan yaqinlashadigan bo'lsangiz, mashinani eshigi avtomatik tarzda siz uchun ochib beriladi. Ya'ni pult bilan kelsangiz, pult bilan uzoqlashsangiz, mashinani eshigi avtomatik tarzda yopiladi. Ya'ni pult bo'lsa, mashina zavod bo'ladi. Undan tashqari mashinamizni laboylari, ya'ni oldi laboylarda, bakoylarda, orqa laboylarigacha spirallari bo'ladi. Sovuq kunlarda, yomon ob-havolarda qiynalib qolmaysiz, ya'ni bug'lanib, terlanib qolmaydi. Gapni qisqacha qilganim yaxshi to'lov usullarini aytib o'taman. Mashinamizning narxi hozirda 299 million 900 bo'ladi. 1 yildan 5 yilgacha agar xarid qilaman degan mijozlarga avtokredit yoki naqdga 25 million skitkasi ham bor. 25 million skitkasi bor, faqatgina naqd yoki avtokredit yo'nalishida xarid qilsangiz. Rassrochka yo'nalishlarimiz ham bor. Boshlang'ich to'lovlaringizga qarab yillari belgilanadi. 25% boshlang'ich to'lov bilan boshlanadi. Minimal 25% boshlang'ich to'lov bilan 48 oygacha foizsiz xarid qilasiz mashinani. 48 oygacha. Haligacha bu skitka berilmagan, faqatgina siz Cherry Ademaster Qarshi avtosalonni xarid qilishingiz mumkin. Ish vaqtlarimizga keladigan bo'lsak, ish vaqtlarimiz ertalab soat 9 dan kechki soat 8 gacha bo'ladi. Soat 6 gacha bepul test drive'larimiz bor. Ya'ni kelib mashinamizni ko'rib turibsiz, mana shunaqa ajoyib ranglaridan, qoralaridan,
oqlaridan bemalol kelib, haydab, ko'rib, sinovdan o'tkazib, xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Bitta pasport, boshlang'ich to'lov va atigi 2 soat, 3 soat vaqtingizni ketkazasiz va yangi avtomobil sohibi bo'lishingiz mumkin. Bundan tashqari bizada trading, ya'ni sizda eski mashina bo'ladigan bo'lsa, avtosalonga olib kelsangiz, bozor narxida, balki undan ham yuqori mashinangizni sotib olamiz. Ya'ni auksion, hozirda auksionlarimiz ham ochilgan. Auksionga qo'yib, ya'ni onlayn siz xaridorlarni o'zi mashinangiz uchun narx qo'yib turishni ham kuzatib turishingiz mumkin. Yo'nalishlarimiz keng. Sizdan faqatgina Cherry Ademaster Qarshi avtosaloniga tashrif buyurish. Agarda sizga yana batafsilroq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, pastga nomerlar qo'yamiz. Agar telefon qiladigan bo'lsangiz, bizning menejerlarimiz va call centerimiz telefonni ko'taradi va sizga batafsil ma'lumot berib o'tadi. Yokida kommentariyaga plus belgisini yokida Tigo 7 so'zini qoldirsangiz, menejerlarimiz sizga bog'lanib, o'zlari javob qaytaradi. Barchangizni Cherry Ademaster Qarshi avtosalonida kutib qolamiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Yerqo'rg'on bozoridan o'tgandan keyin o'ng qo'lda joylashgan, xalq tilida aytganda esa Qarshi Koson yo'lida Cherry Ademaster Qarshi avtosalonining ga bemalol tashrif buyurib, xohlagan avtomobilingizni xarid qilsangiz bo'ladi. Barchangizni Cherry Ademaster Qarshi avtosalonida kutib qolamiz.